Assalomu alaykum sizlar bilan omadli Girov kanali va biz yana yangi marafon boshladik. Onasini imzolamiz. Nimadir bo'lyapti, marafon to'xtayapti. Shu oxirigacha yetishga aql yetmayapti. Pulimiz tugab qolyapti, bir narsa bo'lyapti va shu bilan marafon oxirigacha yetmayapti. Bu safar ham mana biz oxirigacha borishga aql yetmadi va biz yangidan marafon boshladik. Ko'ramiz, bu safar balki endi omadimiz kelar. Ancha bo'ldi marafon yakunlamaganimizga, ancha bo'lib ketdi judayam. Yakunlamayapmiz. Ayb bizda emas, bu YouTube menga qo'yyapti. Kundan-kunga qiynashib ketyapti. Bukmakerda yutish qiynashib ketyapti. Chunki sababi o'yinchilar ko'payib ketayotgani ham bo'lishi mumkin. Hozir judayam ko'p, haqiqatan judayam ko'payib ketyapti va ko'payib boryapti, faqat ko'payyapti. Orqaga ketish yo'q, minus yo'q. Faqat plyusga ketyapti. Plyus bundan kelyapti. Bizda ham pulimiz tugab boryapti. Chunki kisporishlik qilyapti aytisi. 57 ming bo'lsa elichi. Uy, 570 ming olib ketdi, bilat. Yaxshilik borsiga yozmash bo'lmagan endi, yaxshilik qilsak. Buni yarim kassentim. Ana onasini emsinlar, marafon mana. Mana sizlarga marafon onasini emsin. Voy bilat, 57 ming uraman deb. 570 ming depozit qilamiz endi, bo'lmasa 2 millionmi, 1 millionmi. Yana bosamiz. Mayli bo'lib turadi yonasi. Xato bo'ladi baribir. Xato xizmatga tushdi. Bale 20 ming chiqdi bale. Endi toqqa bosamiz. Yaxshi. Mas. Yana toqqa. Minchiga. 90 tepasi chiqmashi kerak. Yaxshi. Minchiga bosamiz. Endi minchiga bosamiz, hech chiqsa ham. 36 demak, endi aniqqa bosamiz buni. Yana 55 chiq. Yana 55 chiqdi mana. Besasini oldi. Yomon. Yaxshi emas. Bular fasli 15 kassin, 20 kassin deb o'rganimizda 570 ming so'mga urilib ketgandi. Taqdir hazırlı bo'lardi uni. Zo'r bo'lardi, zo'r. 12 ga bir. Comeback bersa zo'r bo'lardi, comeback berib qo'ysa. 18 kassin kerak edi bizga, raqam emas. Rahmat. Va banka endi bu yoqqa ketdik tintinigacha. 75 chiqib kelib bosamiz. Balki endi shu foyda berar qanaqadir. Bu odam 75 chiqmadi, endi depozit qilib endi boshqa o'yinni surdi hozircha. Assalomu alaykum sizlar bilan omadli Girov kanalida omadli bo'lsin deb qilib yana katta summa bosarim berdi. Ular 2 million so'm deb bizda manaqa summa va ketdi onasini deymiz. Hech qilib adashmagan bo'laylik o'yin tanlashda. Trs jackpot 300, 500, 1 million, 100 million chiq.
Kim necha pul yutgan 1 yevrodan, a? Men o'zim ko'zim bilan ko'rganim necha pul o'zi? 246 ming tepasiga adashmasam. Men ko'rganim endi undan kattalar bo'lishi mumkin, kimdir yutgan bo'lishi mumkin. Unaqa katta summa. Undan ham katta summa, lekin men o'zim shaxsan ko'zim bilan ko'rganim 246 ming tepasi necha bilan. Tintinlari ham bor. 246 ming qancha ham edi. Bir yevroga 100 kasini tushirgan ham bor Qashqarga. Kirib 1 yevro tanlab 100 kasini tushirgan obunachimiz bor edi. Karl 1 yevroga bepul garovga 100 kasent. Yani 100 kasent endi 100 yevro deganda 100 yevro. Tiniq havodan. Maza. Aşağı har kim tushib tursa, biroz qilib o'yin tanlasanglar, bitta o'yinga 1 yevro bersa, 100 kasent deb tursa, har kuni bitta o'yin yo'q. Har kuni. Tinimsiz. Shunaqa bo'lib tursa. Kibr yerlikasi kerak bizda ko'pchilik. Jackpot tushdi va nihoyat yo'q, ikkitalik emas, afsus, ikkitalik emas. Yana jackpotnikin desak, yo'q, yana yo'q. Yana yo'q. Bir tane jackpot yo'llagan 80% maydon yo'qib ketdi. Balansi ko'tarilish bor, ozgina bo'lsa ham, chegaraga ko'taramiz shekilli biz ham. Yo, 50. 5 chiqarsin bu. Jackpot ikinchisi seriyasi chiqmayapti-yu. 200 ming so'mdan urish kerakmi bilmadim endi. Yoki mana buni 7 qilib, mana buni 6 qilishimiz kerakmi? Yaxshi beryapti, to'q yomon emas. Lekin ikkinchi jackpot tushishi kerak shu edi. Tushdi. Jackpot. Yo'q, bitta tosh yetmadi mana bitta tosh. Bitta toshga sotdi bizni. Şöyle chiqaramiz, men poker bosamiz.
Assalomu alaykum, sizlar bilan omadli Giro kanalida Indian Poker sirasi bo'lsa, kattaroq to'ydi deydi. Kattaroq yutuq, katta yutuqdan kamiz hozir. Biz 44.558 so'm, 336 so'm, 9 tiyin. Mana shunaqa ajoyib summada bosamiz. O'n, 5, 0, 1, 0, 10, 1, 0. Katta summa olyapmiz ekan, menimcha. Bizga 30.552 so'm yetar ekan. İkisi projeye şu skema yapıyor. Elliot ketdi. İşte olmadı. Biraz chalg'ib bo'lib yine ko'z charchab bo'libdi. Mulabega yine bakır girdi şekillik. Tinchgina kristal bosamiz şekillik. Şekillik. Bo'lsa chizkish karta variantini ko'rib chiqamiz ekan bo'lsa. Shu 30 da chiqamiz hozir. Jackpot chiqib qolmasa agar 30 milliondir. 3 millionda 30 million deb qo'yamiz. 3 millionda chiqamiz. 30 million olib ketamiz skish kartda. 100 ming so'mdan bosamiz skish kartda. Onasini 100 ming so'mdan tirsillatamiz skish kartda hozir. Jackpot berilgan deb ham bilay, jackpot emas ekan, afsus. 3250 so'mda, xullas 3400 da chiqamiz mana. 4240 so'm. Va 54 tiyin bosamiz va 3400 ming so'mda skish kart, 100 ming so'mdan bosib qattiq jang qilamiz.